Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Biz Matiz avtomobilini reaktivning yetib chiqarib olganmiz. Bu yamaga tushganda orqasi chaypayapti, deyishyapti. Yetib chiqarsa, masalan, ertilib yetibman akalar. Kamerada ko'rinyaptimi deb o'ylayman. Aylanib ketyapti akalar. Buni ba'zi bir ustakalarimiz yoqib, urib chiqarishadi akalar. Nexus'siz birchasini bilaverib chiqarsalar, rezinkasini to'g'ri mashin biriga bir so'radi akalar. Bemalol qiynalmasdan chiqarasizlar akalar. Bu kaptur. Qoqilayotgan shuni yangi salov qoqilaveradi, yangi narmani qoqilaveradi kerak. Shunga shunaqa xizmatlar bo'lsa, qanday nomerlarga so'rab aloqa ko'ramiz akalar. Aka, nomerlar oldirib qo'yamiz. Aka video ustakalarga jo'natib qo'yinglar keyin.